Qadrdonlar, shu kunlarda internetda juda ham ko'p ko'zim tushyapti. Fohisha qanjiqlar tarafidan ko'p ko'zim tushdi shu narsaga. Harib deb so'kib tashlayapti bolalarni va boshqa kimsalarni. Sizlarga savol, kim u hariblar? Harib degan tushuncha nima? Bir video chiqaraman shekilli, shunaqa gapiradigan total betlar uchun, harib deydiganlar uchun. Mana men oddiy Amerikada yashayman, New Yorkda yashadim, Los Angelesda yashadim, hozirgi vaqtda Agayoda yashayman. Bilmayman, amerikaliklar tarafdan migrantsan, haribsan, shunga o'xshagan gaplar eshitganim yo'q. Bo'lmasam amerikaliklar bular. Toza havoda yuradi, $10,000 pul topadi, konserva bankalar minmaydi, konserva bankalar tonirovka qilib maqtanmaydi. Hayronman, nima sababdan shunaqa harib deyishadi ekan. Bir video qilaman, addushi bir chiroyli video qilaman, boru chichimaydigan odamlar haqida, o'sirmaydigan ko'tini teshigi yo'q odamlar haqida, mana shunaqa oliy toifali odamlar haqida.